Ayolingiz uchun qilgan sarfingiz bu ihsoningiz akalar. Ro'zg'oringiz uchun qilgan sarfingiz bu sizning ihsoningiz. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri savobi ko'p qilgan sarfing oilangga qilgan sarfing deb payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qilganlar. Ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor deganlar. Siz ko'tarib kelgan narsadan bir tishlam olib yedimi, erkakning zimmasiga ihson, ajr bo'lib yoziladi. Turli joylarga ihson qilamiz. Bilib qo'yaylik akalar. Eng katta ajri, savobi ko'p sarfi xarajat oilaga qilingan sarfi xarajat. Eng zo'r ihson oilangizga, bola chaqangizga, ayolingizga yedirib, kiyintirib, ularni ta'minotini o'rniga qo'yishingiz siz uchun ihson bo'lib yoziladi.